risk, no Ferrari. O'rtoqlar, 1.18 da bullish flag bilan uptrend holatida qanaqa to'g'ri ishlatish to'g'risida bugun video mushli darslik bo'ladi. Video darsini boshlashdan oldin o'rtoqlar, menga podpisatsiya bo'lishni va shu videoga like bosib, o'rtoqlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Biz video darsini boshladik. O'rtoqlar, tasdiqni M1 dan olmoqchimanmi, M5 danmi yoki M15 dan? O'rtoqlar, agar menda tasdiq M1 da bo'ladigan bo'lsa, M15 dagi globalniy trend strukturani sinishini kutishim shart. Va o'rtoqlar e'tibor beringlar, trend tendensiyasi aynan 4-3 katsaniya plus o'zi yorilishni boshlaydi. Narx trend liniya yorganidan keyin narx korreksiyaga tushishni boshlaydi. Bu M15 time frame. Aynan mana shu korreksiya M1 strukturada mana shu holatga keladi. Tushuntira olamanmi? Aynan mana shu holatda globalniy trendni ichki strukturasi bo'ladi. Bo't. Globalniy trendning ichki strukturasi maksimumlarni birlashtirgan holatda o'rtoqlar, ichki struktura 3 plus 4 kasaniyada o'zi yorilishni boshlaydi. Hamma gap mana bu nuqtada va mana bu nuqtada qanaqa qilib entry qilishimizga. O'rtoqlar, videoni o'tkazib yubormang. Eng ishkalarning joylari hali oldinda.